fikringiz ishgani keldi aka. Bu polimer mahsuloti bu hamma defektlarni yopib, chiziqlar tushmaydi. Yaxshi, zo'r. Assalomu alaykum hammaga. Hozir mana doimgi qadrdonimiz Davlatjon akani oldiga kelganmiz. Usta akani hozirgi obyektlarida polimerni shpaklovka qilish jarayoni ketyapti. Qolganini o'zlaridan eshitamiz. Davron aka, hozir shu polimer shpaklovka qilinyapti ekan, patologiya aboylar yopishtiryapsizlar ekan. Keyingi jarayonlar qanaqa bo'ladi? O'zi qanaqa ketyapti jarayonlar? Mahsulot qanaqa? Shu bir oldingizdan fikringiz ishgani keldi aka. Bu polimer mahsuloti bu hamma defektlarni yopib, chiziqlar tushmaydi. Yaxshi, zo'r. Patologga ham, hamma yoq buni tegalarimiz ham, choklarini yamashga ham, keyin najda qilgan holatda ham chiroyli chiqadi. Aytgan narsani chiqib ko'rsatib beradi. Emulsiyani keyingi defektdan yopib beradi-da. Bundan keyingi jarayonlarda o'zini gruntovkasi bor. Eleron mahsulotini gruntovkani qilib, keyin betek mahsulotlarni ishlatib, emulsiyalarni yamni qilib ko'rsatib beradi. Chiroyli mahsulotlar chiqadi. Xudo xolasa, hali bitsa bu obyektimizni ham video obzor qilib sizlarga ko'rsatib beramiz. Iloji boricha jarayonlarni keyingi videolarda sizlar uchun qancha xarajat ketadi bitta uyga, qancha vaqt, usta haqqi, hammasini xudo xolasa bitta yoritib boramiz.